Aka dushman et bermasangiz. Ko'rsan. O'z nomimdagi sim kartamni Shohjahon ismli ukamga bergandim. Yaqin orada internetlarda haqoratli so'zlar, videolar tarqalib ketibdi. Birovga tavsiya qilmayman, birovga sim karta berishdi. Kelsang mana shundan yeysan. Og'zingdan chiqadi ekan. Yanvar oyida Instagram sahifamda prямой efir, jonli efir qilishni boshlagan vaqtimda 70 ta odam onlayn meni kuzatayotgan paytida axloqsiz so'zlarni shu 70 ta odam ichida ishlatdim. Day boq kimligingni, basharingni ko'rsat. Kel yonimga chapaloq yeysan. Tarqagan. Bu gapirgan gaplarimni hammasidan pushaymonman. Ikkinchi unaqa jonli efirlarga chiqqanda so'kinmayman. Madaniyatli odam bo'lishga har doim harakat qilib, o'zimni eplab yuraman. Ota-onamdan ham kechirim so'rayman. Noto'g'ri ish qilib qo'ymayman. Do'stim Shohjahon bilan o'sha yanvar oyining oxirlarida do'stini mashinasida promefir qilayotganda so'kishib ketildi. Chantib kikirdinggacha ham tortaman. His qila olmayman gapimni. Qo'limdagi pichoq bilan ularga ko'rsatib tahdid qildim. Ahmoqona harakatlar qildim. Neymiz o'rda shag'ilmiz. Qorningni qo'yamsan bolani, bor? Men beshimdan juda pushaymonman. O'sha vaqtda bizani 70 tacha odam kuzatmoqda edi. Hozirgi o'sib kelayotgan yosh avlodlarga maslahat beraman, bunaqa ishlar qilmasligini. Ota-onam ham oldida hozir yuzim yerga qaragan, ularning ham yuzligini yerga qaratib qo'ydim.